Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli fidoyilar ekranidagi ko'rmaleri. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizning 92 qismida monopol qilingan chegara degan temada Angliyada Londonda turayotgan ustoz Kerem Zahir efendi bilan birga suhbatimizni olib boramiz. Assalomu alaykum, qanday ahvolar, yaxshimi? Aleykümselam. Allah'a şükür. Özlerce teşekkürler. Yaxshi, Xudoga shukr. Fidoyi qarindoshimiz muntazam turibdi meni. Programmaga qiziqish bek ko'p. Har qaysi sohalarda izlanayotgan, mayli ziyoli bo'lsin, mayli diniy kesimdagi qarindoshlar bo'lsin, programmani ko'rayotibdi. Shunday qilib, bugun bir 92 qismiga kelibmiz. Bugungi shu monopol qilingan chegara degan chog'da nimani maqsad qilamiz? Monopol qilinmasi qanday bo'ladi? Shuningga sizlar bilan birga Qur'ondan nazar tashlasak, qani marhamat ustoz. Selamun aleyküm. Dünyanın akası yaylarda görmetli kırındaşlar. Hem Allah'ın ki muş vakit hayırlı olsun. Aleykümselam. Aslında bu çigara deganni nemede Arapçada hudud deb atıldı. Hudud her nersiniki en ahırki çekini belgileş. Yani dairesini belgileş. Ne bildirdi? O ahlaktan tatip, ilim, yemek içmek, tatip, ta ki siyaset, iktisat, cemiyetki kadar hem nersiniki bir dairesini belgileydigan bir narsa. Bunun özüne Kur'an'da hudud dep ataydı. Uygurca o çigara dep atıldı genelde. Şunu bu sahada hem de Kur'an'daki itikat, Kur'an'ı tebliğ kılış, ibadet kılış, yani ibadet, siyaset, iktisat, söz, hareket, muamele, kişilik münasebet, ticaret, yemek içmek, kiyim keçek, yürüyüş duruş, qatarlıq nurgulluğun sahaga çetişlik bir yani asasen hem sahaga çetişlik bir kelimemdi bu hudud kelimesi. Ya ki bu belgeleme hem sahaga aşındaki özü çetişlik bir belgeleme. Hem de Kur'an-ı Kerim'de misal itikadka kelsek, itikatta iman sahası da Allah Teala Sure Bekar'da Allah'a, Allah'ın peygamberinin periştelerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiretke işinişini iman dep belgilegen. Yani şu daire, şu iman dairesi hesaplandı. Hem de bunu hazırki zamanda her xil sahadaki itikadi mezhepler çoğudigen vaqtida un tamamen özündeki itikadıga boysunduğan halette vel kadri hayrihi ve şerrihi minallahi taala vel ba'si ba'del mevt degan öz kelimeler bilen nim qilgan hamdi. Bu beshiniki sirtida qadarga ishinish va o'lgandan keyin yaxshilik va yomonlikqa, yani vel qadr hayrihi ve şerrihi minallahi taala vel ba'si ba'del mevt. O'lgandan keyin tirilishga ishinish. Nima ashning ichiga qo'shgan? Yani Kur'an degan vaqtda uni qo'shmagan. Nima uchun degan vaqtda Qur'onning ichida qadarga munosabatlik oyatlar bo'lganligi uchun va o'lgandan keyin tirilishga munosabatlik oyatlar bo'lganligi uchun bir odam Qur'onga ishonsa, u o'zi qadarga ishongan bo'ladi, o'lgandan keyin tirilishga ishongan bo'ladi. Yani oxiratga ishonish zaten shunga dalolat qiladi. Shuning uchun bu yerdagi gerçi oniki nemisi bu şartlar Kur'an'ın içi çıkan takdirde mi imanniki maddelerini köpeytiş okşaş. Özündeki yani şu kayaşı boyunca desek boludu. Ancak özü imanniki maddelerini köpeytip imanını özündeki kayaşı arkalık monopol kılış. Ancak özü boğalık için bu hudud
Yani bu Allah Taala belgilegen chegara 5 bilan to'xtaydi. 5ning sirtiga ham chiqmaydi va undan kamaytilmaydi. Shu doiraning ichida bo'lsa bo'ladi. Chegara ash doiraning ichida. Lekin bu chegarani buzib, 7 qiviliq hamda bu nimaning o'zida. Shuning uchun bu iymonniki e'tiqod sohasining o'zini mushundaq o'z nima bilan monopol qilib oliqliq. Shuning uchun buniki e'tiqod sohasidagi, iymon sohasidagi bu hadisdagi mushu iymon ahkomlari yoki iymonniki shartlari bu tamoman Qur'oni Karimga selinishi kerak. Qur'oni Karimga selingandan keyin uning o'z eshib qolgan yerlarini o'zini tashlab Qur'oni Karimga uyg'unlashtirish lozim. Agar o'zi Qur'oni Karimni bu rivoyatlarga uyg'unlashtirgan vaqtida nim bo'ldi degan vaqtida Qur'ondagi iymon o'zi hadis bilan monopol qilingan bo'ldi. Bu vaqtda tamoman Qur'on ko'rsatgan iymon buzilgan bo'ldi shu vaqtda. İbadet monopol qilingan, yani bu uni deb o'tdik burunqi nimilda, lekin ibodatning chegarasi. Ibodatning chegarasi degan vaqtda Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bo'yicha emas. Ibodatning ichida namoz, roza, shu ikkisi asosan ibodat qatoriga kiradi. Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bu namozning o'zi hozirgi Qur'onga qaytgan bo'ldi. Qur'onni asos qilamiz. Qur'onning boshqa narsada u namoz, ibodat sohasidagi narsalar ko'rsatilgan bo'lsa, uni Qur'onga tatbiqlab ko'ramiz. Agar uningga to'g'ri kelmasa, biz uni Qur'onga bo'ysundiramiz yoki bo'lmaydi, Qur'onni asos qilib uni tashlaymiz deb ketayotgan olimlarning ichidami buning qaytiqliq ham shu namozniki aqtirib Qur'on hamma yerini aqtirgandan keyin 3 vaqt ekanligini tepiqliq. Nurg'un o'zi Turkiyadagi olimlardan bir qanchasiniki namozniki 3 vaqt ekanligini Qur'onda belgilaganligini bayon qilaqliq. Endi uni bizning olimlar degan vaqtida 5 vaqtga bo'liklik. U yerda kelimaning o'zini zulab degan bir kelimaning o'zini zulpaniki ko'pligi. Hem bu köplik deganni arab tilida 2dan yuqori o'g'inning o'zini ko'plik deymiz. Yani eng oz o'g'ancha 3 bo'lishi kerak. Shu vaqtda u zulpa degan kelima to'g'ri keldi. Shu vaqtda bu valqi 5 vaqt namoz ashnodan chiqib demakchi endi. Shundaq qilib balki qiynab kelimaning o'zini mana aytib o'zi parchalab bo'lanmay, u yerda vaqtni 5 ga aylantirib bo'lanmay, shundaq jafo tortiqliq. Uning sababi nima degan vaqtida 5 namoz hikoyasi bu nimilda rivoyatlarda va fiqh kitoblarda bo'lganligi uchun u o'zi 5 namozdagi u hikoyaning o'ziga Qur'oni Karimni bo'ysundirib, Qur'oni Karimni fiqh kitoblar bilan va rivoyatlar bilan o'zi monopol qilib oliqliq. Ya'ni bu Qur'onniki namozni ko'rsatgan, namozning vaqtini ko'rsatgan doiraning o'zini, chegarasining o'zini buzib, bu 3 vaqtning o'zini buzib, ya'ni 5 vaqtga aylantirib oliqliq yani. Bunday aytgan vaqtida. Yani demak ibodat nima? Shundaq o'zi ibodatlarning chegarasini shundaq buzib tashlab o'tliq. Yani tabliğ degan vaqtimizda Payg'ambar alayhissalomga Allah Taala Qur'oni Karimda ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayk fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu vallohu ya'simuka minan nas degan mush oyatniki oyatga asosan tabliğ qilish, haqni yetkazish insonlarga har bir insonniki vazifasi. Bu haqni yetkazishniki chegarasi qayerga boradi degan vaqtda chegarasi yana bir odamga shuni so'zlab to'xtaydi. Uni chegarasini Qur'oni Karim qanday belgilagan degan vaqtda la ikraha fid-din bilan belgilagan. Ya'ni sen kishilarga yetkazishing kerak, lekin u yetkazgandan keyin mushu to'g'ri, endi sen bunga majburan kirsa deb kishilarni u e'tiqodga yoki u ishga o'zi majburlashing bo'lmaydi. E'tiqodga majburlashga bo'lmaydi yani. Bunday aytgan vaqtida endi bizniki hozirgi vaqtdagi diniy olimlarimiz degan vaqtda bu e'tiqod nima? Bu tabliğning o'zini
kishilarga yetkazish ham u yetkazgan narsa to'g'rimi xatomi o'zim bilmas ekandi. Uni to'g'ri deb his qiliqliq va uningga o'zi bu bundaq emas degan odamlarga murtad, murji, kofir, andaq, mandaq deb nurg'ulg'an o'zi haqoratlarni qilish orqali bu Qur'oni Karimdagi chegara la ikraha fiddin degan chegaraning o'zini buzib, vala tasubbul lazina yad'una min dunillahi degan o'zi Alloh taolo bekitgan bu chegaraning o'zini buzib, boshqa insonlarga zulm qildigan bundaq ishlarni qilyapti demdi. Qur'onning o'zidan bu sohada deylik tilka hududullahi fala taqrabuha fala ta'taduha ve men yeta'adda hududallahi fe ulaikumuz zalimun degan oyatlar bor. Ya yani bir başka ayetinin özde fakat zeleme nefse depma özü toxtaydı. Bu ikilisi özü ikisini bir yere geleceği çağda ikili tarafga zulüm qilgan bo'ldi. Yani bir adam bizga haqorat qilsa, biz mi bazı vaqt uni haqorat qilib qolamiz. Shu vaqt nima bo'ldi desa, ikili tarafga zulüm qilgan bo'ldi. Yani Alloh taoloning bu tabliğ sohasidagi chegarasini buzish ikili tarafga ziyon berdi men. Mana shu qavamda. Yani e'tiqod sohasida asla bir odamni majburlash va u odam boshqa bir e'tiqoddagi yoki bo'lmaydi boshqa bir mazhabdagi deb uning o'zini ayiblash Qur'oni Karim cheklagan. Qur'oni Karim o'zi bekitgan bir chegara, uni haqorat qilsang yoki ayiblasang bo'lmaydi, yoki bo'lmaydi uni majburlasang bo'lmaydi deb degan o'zi chegarasini shunday bekitib qo'yliq. Bu chegaraning o'zini buzib insonlarning o'zini ayiblash, haqoratlash bu Qur'oni Karimdagi ve men yeta'adda hududallahi fakat zeleme nefse degan oyatiga asosan bu o'zi qattiq jinoyat hisoblanadi. Mana bu vaqtda. Yana bir siyoset. Siyosetda Qur'oni Karim biz davlatchilik babida hammani bir qora so'zlab o'tdik. Bu nima degan vaqtida davlatning ichida adolat hamma insonlarga barobar muomala qilish asos qilgan holda, barobarlikni asos qilgan holda adolat bilan muomala qilish, adolat oldi hamma insonlarga barobar muomala qilish mana shu vaqtida. Bu davlatning ichida qiladigan siyosat, tashqi siyosatda manfaat asos qilindi. Payg'ambar alayhissalom nimada Hudaybiya sulhisining o'zidimi davlatning manfaatini asos qilgan holda tengsiz bir o'zi kelishim bo'lsa-mu, aşağıda şu davlatning manfaatiga shu uygun kelganligi uchun davlat manfaatini asos qilib shunday bir siyosat tuzgan. Qur'oni Karimda shuningga yo'l qo'ygan yani mana shu vaqtida. Chunki sirtqi adolatni tang'ila olmaydi. Bir davlatniki prezidenti yana bir davlatga adil bo'l deya oladi, lekin qat'iy adil bo'lsa deb uningga besim ishlatolmaydi. Shuning uchun bu yerda Qur'onda deyilgan nima degan vaqtida tavsiya qilishga bo'ladi. Ammo ikkinchi tarafga kuch qo'llanmaganligi uchun u yerda ikki tarafniki o'rtaq manfaatni chiqish qilgan holda siyosat qo'llanildi. Endi biznikilar kelgan vaqtda desa, biznikilar kelgan vaqtida din nimani siyosatni e'tiqod nuqtasidan qarab, ya'ni e'tiqod nuqtasi bilan qarab, bu e'tiqodiga uyg'un kelgan odamlar bilan yoki davlat yoki xalqlar bilan siyosat qilish, uni bilan birga ish birligi qilish, bu manfaatni asos qilmay, e'tiqodni asos qilish. Bundaq bir siyosatni shunday narsalar bilan monopol qilib olish avjab kelgan. Burunda tortib shunday avjab kelgan narsalar, masalan 33-yildagi inqilobning o'zidami e'tiqod asosli o'ringa o'tkazganligi uchun Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati degan shunday o'zi davlatlar qurilgan. Shuning uchun bu yerda Qur'oncha degan vaqtda Qur'on aslo e'tiqodni asos qilmaydi. Davlatniki, ya'ni ikki tarafda xalqniki o'rtaq manfaatni, adolatni asos qiladi. Xalqniki tashqi siyosatda manfaatni asos qildi. Shuning uchun bu yerdagi siyosatni yana e'tiqod bilan monopol qilib olish orqali biz o'zimiz bilan bir e'tiqodli insonlar bilan birga o'zi ish olib boramiz yoki ulardan o'zi foydalanamiz.
boshqa dindikilardan foydalanish harom yoki u yerga berib panohlik tilash harom degan o'xshash nurg'ulg'an haromlarni chiqarish bu butunlay xato. Bu o'zi e'tiqod orqali ya'ni siyosatni monopol qilish deb qaraldi. Buning o'zini Qur'oni Karim to'sidi. Chunki Qur'onda lakum dinukum valiyadin. Yani siyosat qo'ygan nima chegara qosi degan vaqtda lakum dinukum valiyadin. Yani bir davlatning ichida qaysi dindagi odam bo'lishini qat'iy nazar, qaysi din yo qaysi millat bo'lsin, uning qat'iy nazar, uniki milliy kimlikka yoki diniy kimlikka qaramasdan uniki ishi qarash bu asos qilindi. Yani insonlikka qarash asos qilindi bunday vaqtida. Shuning uchun shunday bo'lgan vaqtda davlatda odil bir siyosat, odil bir qonun ijro qilish mavjud bo'ladi. Agar u yerda dinchilikni, millatchilikning o'zini yoki mazhabchilikning o'zini birinchi o'rin qo'ygan vaqtida u davlatning ichidagi boshqa millatlarga zulm qilish, boshqa millatlarni kamsitish, boshqa dindikilarni kamsitish va uni haqorat qilish kelib chiqadi. Shuning uchun buning o'zini Qur'oni Karimdagi bundaq qo'ygan chegaralarga, hududlarga tajovuz qilish nihoyat og'ir jinoyat. U insonlarga zulmni keldi. Zaten Qur'oni Karimda faqat zalama nafsa deganning o'zimi yoki faulaykumuz zolimun deganning o'zimi ashnaga yetarli bir javob, yana. Yana biri iqtisod. Iqtisodga da Alloh taolo pul yig'ishda, pulni kerak yerga berishda hech qanday bir o'zi e'tiqod yoki millat belgilab bermagan. Yani davlatning ichiga misol qilgan vaqtimizda bir davlatning ichida davlatning bejini to'lashga imkoni yetgan, ya'ni shuni ishlab to'ligidek holatda pul topgan odamlarga shuni imkoni qarta o'zi bojni qo'yish, ya'ni davlat o'ziniki ehtiyoji qarta boj belgilaydi. Belgilagandan shu ehtiyoji qarta belgilagan bojniki u odamniki topgan pulisi qarta qanchalik boj berish kerak, uni davlat belgilaydi. Buni o'zini nim qilish, berish va uni yig'ilgan o'zi iqtisodning o'zini davlat haqqasiga ishiltish bilan birga davlatning ichida ki fuqarolardan qaysi din yoki qaysi millat, qaysi mazhab bo'lishini qat'iy nazar ehtiyoj egasiga, ehtiyojli insonlarga berish. Bu o'zi Qur'oni Karimda maqsad qilindi. Asla u yerda musulmonlar yesi bo'ldi. Hozirgi vaqtdagi prinsip ashib qoldi endi. Mana bu o'tganda bir qatim nimaga Ispaniyaga borsak, shu qachon bordik, bir oyning oldi bordik deymi. Baga vaqti shu yerda bir bilan ko'rishib qoldik. Qisaq u yerda Uyg'urlar yo'q-ki. Yani musulmonlar oz ekanda. Bu yerda musulmonlar ozga, u Londonda, yani Angliyada, boshqa Yevropa davlatlarida musulmonlar jex deb ash gapni qildik-da, qisaq odam deydi. Bu yerda yordam bermaydi, uning uchun musulmonlar yo'q deydi. Endi musulmonlar demakki u qadar tiriktab bir holatga tushib qolibdiki, faqat yordamga tayanishdan boshqa hech qanday chorasi yo'q holatga tushib qoldik. Kuching va vaqtida ishla. Og'rib qolsang, u vaqtda davlatga bo'ldi, men og'rib qoldim, og'riq desang, og'riq bo'g'ining rost bo'lsa, u davlatniki, u davlat sen pul bersa hech qanday bo'laverdi u. Ammo sog' salomat vaqtida ishlash lozim. Davlatga boj topshirish lozim. Buningcha degan vaqtida buning o'zini yana imkoni bor odam ishlab davlatga boj topshirish, bu o'zi Qur'oni Karimda zaten belgilangan belgilama shu. Ammo yolg'on gap qilish, aldamchilik qilish bu butunlay o'zi Qur'oni Karim cheklangan bir narsa. Og'ir jinoyat ham mana shu vaqtda. Endi bu iqtisod topimi yoki iqtisodni ashundoq bekordan yeymi deb o'tirib, u yolg'ondan og'riq bo'lish yoki yolg'on gap qilish, aldash bu butunlay o'zi Qur'oni Karimdagi bu chegarani, ya'ni
iqtisod tepishdan iborat bu chegaraning o'zini buzishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni halol emgak bilan halol iqtisod tepish bu Qur'oni Karimda belgilangan va u halol topadigan yerga haromdan tepish bu o'zi butunlay o'ziga o'zi zulm qilish bo'lib hisoblandi. Yana bir tarafdan isrof hisoblandi. Isrof degan nima degan vaqtda o'zining aqlini va o'zining jismoniy kuchini o'z o'rnida ishlatmaslik. Bu isrof bo'lib hisoblandi. Aqlimizni biz kishilarni aldashqa va kishilarga yolg'on so'zlashga ishlatsak, u vaqtda biz aqlimizni isrof qilgan bo'lamiz. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda iqtisodning o'zidimi Alloh taolo belgilagan bu belgilimning o'zini, chegaraning o'zini buzib, boshqalarga zulm qiladigan odatga aylantirib olsak, u vaqtda nima bo'ldi desa, uni biz zulm bilan monopol qilib olgan bo'lamiz. Shu vaqtda bu Alloh taoloning belgilamasini buzgan bo'lamiz. So'zni degan vaqtda Alloh taolo har qanday narsaga isrof degan bir nimani qo'yib qo'ygan Qur'oni Karimda. Isrof degan ortiqcha yo keraksiz yerlarga yo keraksiz so'zlarni degandek qilmaslik. Ya'ni bir so'z bir yer kerak emas bo'lsa, u yerga u so'zni qilib o'tirmaslik yoki bo'lmaydi ortiq so'z qilmaslik bu o'zi Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Agar u yerda ortiq so'z qilib boshqalarningki evini ochadigan yoki bo'lmaydi u yer keraksiz so'zlarni qilib boshqalarni qaymoqtirgan bunday bir ishlarni qilsak, u vaqtda biz so'zning o'z o'rnida qilinmaganligi, ya'ni isrofni paydo qilgan bo'lamiz. Shu vaqtda biz nima bo'ladi degan vaqtda Alloh taolo belgilagan shu chegaraning o'zini buzgan bo'lamiz. Endi biz yuqorida deganga o'xshash, misol bizniki diniy olimlarimizning ichida nurg'un shunday yaxshi, mush sohani bildigan shunday yaxshi olimlarimiz bor. Ammo bir qism jiq narsani tahlil qilmaydigan shunday qarchaqlarimiz bor. Buning o'zi nima deydi degan vaqtida bu so'z harakatlarga so'zlar kelgan vaqtidami boy deganga o'xshash o so'zni millat araydigan, din araydigan yerga ishlatadigan shunday isrof o'rnida ishlatadigan bunday ishlar ham mavjud. Hamda bizniki shu musiqa sohasidami lahval hadis degan Sura Luqmondagi bir kalimani naql qilib, lahval hadis deganning o'zi shu naqshi musiqaga yotadi deb o'tirib tahlil qilmay, lekin naqshi musiqalarimizni Uyg'urlarniki madaniyatini tamoman haromga chiqarish uchun shunday harakat qilgan ishlamniyati ko'p. Shuning uchun bu alqi so'zlarni qilgan vaqtida, ya'ni so'zni o'rnida qilish Alloh taolo belgilagan, ya'ni Qur'oni Karim belgilagan narsani so'z sohasi degan vaqtda yolg'on gap qilmaslik, bo'xton chopilmaslik, g'iybat qilmaslik, birsiga haqorat qilmaslik, kishilarni yomon yo'lga boshlagan so'zlarni qilmaslik, shahvoniy so'zlarni qilmaslik degan o'xshash nurg'unlagan o'zi belgilamlar bor. Bu belgilamlar nima degan vaqtda hudud, ya'ni so'zniki atrofini bekitgan bir chegara. Biz shu so'zning o'zini chegaraning qaysi birisini buzsak so'z qilgan vaqtida shu so'zniki bir tarafdagi chegarasining o'zini buzayotgan bo'lamiz. Shu vaqtida biz nima qilgan bo'lamiz esa faqat zalama nafsi yoki faulaihumuz zolimun degan oyatning birisiga tushamiz. U ya bir o'z yolg'on gap qilgan uchun o'zimiz ham zulm qilgan bo'lamiz va boshqalarga ham zulm qilgan bo'lamiz. Ya'ni yolg'on gap qilgandikanlar boshqa odamga yolg'on gap qilgan gap u odam biz degan gapniki yolg'onligini bilmagandiki u rost o'xshaydi deb ishinib qoladigan gap. Shuning bilan uniki zehnini tortadigan gap. Shu vaqtida nima bo'ldi desa so'zniki chegarasini buzish bu o'ziga va boshqa insonlarga ziyonli. Endi biz hozir oz bir qismini deyapmiz, buni so'zlab kelsak nurg'un taraflari bor endi. So'z harakatlarida muomala sohasidami Alloh taolo bekitgan narsa nima degan vaqtda insonlar o'zaro muomala qilgan vaqtda rost sadoqat bilan adolatning ustida muomala qilishni Alloh taolo buyurgan. Sodiq bo'lish, ya'ni o narsada sodiq bo'lish
Shuning uchun Qur'onda "Vaylul lil mutaffifin idza talu alan nas yastawfun va iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun" degan oyatning o'zidami elish verish muomalasi qilgan vaqtning o'zida sodiq bo'lish lozim. Ya'ni bir kamchining o'zi bir odamga kamlab bergan vaqtida olganda qandoq olgan bo'lsa, sotganda ham shundoq setish degan, ya'ni bu sadoqatni ham adolatning o'zini bildirgan narsa. Şoň muamil qilgan vaqtda tijorat bo'lsin, ilm berim bo'lsin yoki muomala har qanday bir ishning o'zida orliqda sadoqat va adolat asos qilindi. Agar buning o'zini buzgan vaqtda, adolat buzilgan vaqtda zulm paydo bo'ldi, sadoqat buzilgan vaqtda yolg'onchilik, aldamchilik paydo bo'ldi. Qarshi tarafga o'zi zulm paydo qilgan bo'lamiz. Bu zulmni paydo qilish Alloh taolo belgilgan chegarani buzgandan keyin paydo bo'lgan narsa. Bu yerda Alloh taolo har bir narsani, har bir prinsip yoki har bir o'zi buyruqning o'zini bir qancha narsalar bilan atrofini o'rab qo'yishlik sabab nima degan vaqtda insonlar ashning ichida harakat qilsa, o'ziga ham foydali, boshqa insonlarga ham foydali bo'lganligini Alloh taolo bilganligi uchun shunday belgilab qo'ygan. Agar uning o'zini biz buzgan vaqtida uni doirasini biroz kengaytib, yolg'on gap doirasiga kirdirib, bunda qilgan vaqtda deganda u ya o'zimizga bir ziyon zulm paydo qiladi, yoki qarshi tarafga zulm paydo qiladi, yoki har ikki tarafga zulm paydo qiladi. Ya'ni uniki zaten o'zi bir tarafga ziyni bo'ldi, ya har ikki tarafga ziyni bo'ldi. Bundaq bo'lganligi uchun buni Alloh taolo cheklab, ya'ni mushaygachilik qilsam, u to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Ya'ni har ikki taraf ziyon topmaysizlar, foydalisizlar. O yerda Alloh taolo o chegarani belgilab qo'yishda Allah foydali ishni nima? Allohga biz hech qanday foyda ziyon yetkiza olmaymiz qilgan ishimizda. Bütün o'zi foyda ziyon o'zimizga va atrofimizga insonlarga bo'ldi. Shuning uchun bu yerda sadoqat insonlarda nihoyatda muhim bir narsa. Bir inson sadoqatman bir inson bo'lsa, u inson atrofdagi har qanday insonlar tarafidan hurmatlanadi. Har qanday odam yaxshi ko'rdi bunday odamning o'zini. Bir inson bir ishtila shunday sadoqatmanligi yo'q bo'lsa, uning o'zini uningdan yolg'onchi degan bir narsa uning paydo bo'lib qoladi. Shuning bilan insonlar uni yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo bu yerda nima degan vaqtida hamma odam bir-biriga nihoyatda yaxshi bo'lib o'tishi lozim. O o'tishniki birdan-bir yo'li adolat va samimiyat, ya'ni sadoqat. Alloh taolo yemek içmek sohasidami yana shundoq o'zi belgilamlarning o'zini bekitgan. Misolda yemek içmekte haram etrafını o'zi haromlar bilan mandaq narsani yesang nima qilsanglar bo'lmaydi deb birinchi nima moddiy jihatdagi haromligini Qur'oni Karimda bayon qilgan. Mandaq narsalar harom. Buni yesanglar bo'lmaydi deb, yesanglar yoki ichsanglar bo'lmaydi deb nima qilgan. Ikkinchi tarafi ma'naviy jihatdan haromlarni bekitgan. Misol bir halol narsaning o'zini o'g'ilib olishning o'zi harom. U o'g'illangan narsa harom emas, o'g'illash degan narsaning o'g'illashdan iborat bu ish, bu harakat harom yani. Bir narsani setish halol, ya'ni halol narsani setish halol. Uni yolg'on gap bilan setish harom. Yolg'on gap qilib setish harom. Ya'ni mana shu vaqtda u narsa o'zi halol, ammo yolg'on gap qilish aytdiki narsa yolg'on gap qilib turib, uning qalqib yemincha uning yo'q narsani sifatlab, uningdan keyin uni setish u harom. O'yga qolgandan keyin u narsamiz bo'sh chiqadi. Shuning bilan og'a odam ziyon tortadigan gap. Shuning uchun ma Yevropalikning bir nemasi bor. Har qanday bir musulmon o'rganish kerak shuning o'zini. Masalan, bir mashinani olmoqchi bo'lsak, borgandan keyin mashinani ko'raydi, hamma yerini ko'rib bo'lgandan keyin meniki beshima kelgan bu narsa. Bu mashinani ko'rib, atrofni hammasini chugilab, ostiga munda qarab nima qildim, shuning bilan o'zi mana remotchi bo'lmagandan keyin, mashinani inchiklab bilmaydigan bo'lgandan keyin shuning bilan bo'ldi desam, ham yerini ko'rib oldingmi dedi. Ko'rib oldim desam, kelmayagi deb
aslida biyaning o'zini nima qilib, mana mushaning o'zi surilib ketgan mayani ko'may qolding dedi. Mushu men mu'min, men musulmon degan insonlarda, ya'ni haqiqiy bir insonda zaten har qanday bir inson bo'lishini qat'iy nazar, insonda bo'lishi lozim bu narsa. Ya'ni mana shu vaqtida bunu setib oldim deb, masalan, o'lqi jiqqu bu Osiyo davlatlarida, masalan, bir yerga kirsak, üzüm şaptul satılgan yerga berib qolsaqmi, o şaptulniki bitirib sesib ketgan bo'lsa, unda ish tarafiga qilib qo'yib lekin uni ko'maygan qilib qo'yib lekin shapida setib lekin xaltasiga sepib bergan gap, uyga olgandan keyin bemin ses chiqadigan gap. Bu Yevropada bundaq narsa yo'q masalan. Bir do'kondan loza olsaqmi, lozniki sesib qolgan yerlarni biz qo'limiz u yerga tegmay qolib qolgan bo'lsa, kasaga olib qolgan chog'da u yerda pul to'laydigan bir odam bo'lgandan keyin u mundaq tutgandan keyin uni ko'rgandan keyin ma sesqika deb ko'rsatib, yengisini akib almashtirib, andan keyin mana nima qil deb almashtirib berdim Yevropaning nimasida. Bu har bir musulmonlarniki o'rganishga tegishlik ham qilishga tegishlik bir o'zini yaxshi bir xislat mana shu vaqtida. Shuning uchun bu samimiyat, sadoqat, ya'ni mana yig'ib aytgan vaqtda haqiqiy insonlik bu insonlar uchun nihoyat muhim bir narsa. Yani Qur'oni Karim insonlarga yig'ib aytgan vaqtda haqiqiy insonlikning o'zini o'rgatish orqali insonni haqiqiy bir inson qilib o'zi qurib chiqish uchun tushirilgan bir kitob. Qur'oni Karimning butun o'z sohasini hammasini yig'ib bir insonning vujudiga mujassamlashtirgan vaqtida u insonning o'zini shundoq o'zi to'g'ri bir inson qilib qurib chiqilgan bir sistema ekanligini bila olamiz yani. Kiyim-kechakning o'zida Alloh taolo shundoq chegaralarni belgilab qo'ygan, qandoq kiyimni qandoq kiyish sohasida, qandoq kiyimni emas, kiyimni qandoq kiyishni Alloh taolo belgilagan. Yani qaysi millatning kiyimini kiyamiz, qaysi rangdagi kiyimni kiyamiz, o'zimizniki tanlashiga bog'liq, lekin u qandoq bo'lishi kerak degan vaqtda insonlarniki avrat deymiz, avratini yapa oladigan, ya'ni boshqalarning ko'rishiga bo'lmaydigan yerlarning o'zini yapadigan bundaq kiyimlarni kiyishni Alloh taolo belgilagan. Bu belgilama hudud, ya'ni chegara bo'lib hisoblandi. Bu da yani etivotishning o'zi, ya'ni bu yani yapmaydigan kiyimni kiyish, u Alloh taolo belgilagan belgilamani buzganlik bo'ladi. O vaqtda boshqa insonlarning diqqatini tortadigan gap, shuning bilan u o'ziga va boshqa insonlarga zulm qildi. Chunki har ikki tarafni gunohkor qildi, shuning bilan o'zi zulm qildigan gap. Yani shuning uchun bu chegarani buzish bu yerda o'zi har ikki tarafga zulmni olib keldi. Uchinchi, yana birisi dushman. Düşmanni to'g'ri tunishdimi? Biz buni maxsus bir mavzu, ya'ni bir suhbat qilgandik. Yoki shu nimada davlatchilik degan mavzuda to'xtaldik bu sohada. Bizniki qarindoshlarimizning ko'pinchilari e'tiqodni asos qilgan holatda bizning e'tiqodimizda bo'lgan odamlar bizning do'stimiz, bizning e'tiqodimizda bo'lmagan odamlar bizning dushmanimiz deb e'tiqodiy dushmanlikning o'zini paydo qilish orqali insonlarimizga dushmanni ko'paytib berish o'xshash shundaq o'zi ishlarni qilib keldi misolda. Ham Qur'oni Karim degan vaqtda Qur'oni Karim faqatla bir talla shart qo'ygan. U shart nima degan vaqtda kim sana zulm qilsa yoki kim sana hujum qilsa, u sening dushmaning. Bu qadar yana o'zi o'ng'ay uni bilishning o'zi. Yani bizning vatanimizga kim tajovuz qilib vatanimizni besib olgan bo'lsa, u bizning dushmanimiz. Yoki vatanni mustaqil bir vatanimiz, ya'ni vatanimiz mustaqil bo'lgandan keyinmi, kimki shu bizning vatanga hujum qilsa, tamoman besib olmagan taqdirda bir bo'lib ishqoqlarga hujum qilsa, u hujum qiluvchi
qaysi dinda, qaysi millat, qaysi mazhab bo'lishini qat'iy nazar, u bizning dushmanimiz va uning o'zini dushman deb hisoblashimiz va dushman qatorida uningga hujum qilib, uni chekindirishimiz bizning vazifamiz. Ya'ni aslo bizniki vatanimizga hujum qilmagan, biz bilan hech qanday ishi bo'lmagan bir millatning o'zini uning diniy e'tiqodi sababidan uni dushman tutish, bu bizga nihoyatda o'zi qamlashmagan bir ish. Ya'ni xato bir dushmanni, xato bir insonni dushman qilganlik hisoblanadi. Yani hozirgi vaqtda bizga kim hujum qildi, kim besib oldi, kim zulm qilyapti, kim o'ltiryapti degan vaqtda faqat Xitoy. Xitoy hokimiyati. Ana bu shu bizning dushmanimiz. O bizniki boshqa yerdagi e'tiqodi bizga o'xshamagan Yahudi bo'lib ketsin, Nasara bo'lib ketsin, Buddistlar bo'lib ketsin, u bizning dushmanimiz emas. Uning e'tiqodi o'ziga, bizning e'tiqodimiz o'zimizga. Qur'oni Karimning hukmi bo'yicha lakum dinukum valiyadin. Hamma odamniki e'tiqodi o'ziga. Chunki u e'tiqod Alloh bilan insonning o'rtasidagi ish bo'lganligi uchun uni hech qachon yana bir odam hisobini elish, hisob berish majburiyati yo'q. Uning hisobini Alloh oladi. Şoň bu yerda e'tiqodi o'xshamaydi-ki, mazhabi o'xshamaydi-ki, yoki millati o'xshamaydi deb o'tirib, uning o'zini dushman tutish o to'g'ri emas. Dushman degan nima degan vaqtda sana hujum qilgan odam dushman. Yani bizning vatan kim dushman hujum qildi, u bizning dushmanimiz. Ortiq bir o'zi ta'bir berishga hojat yo'q yani. Yani yürüştürüş sohasidami Allah Taala şundaq o'zi Sura Luqmonda wala tamshiflarni maraha degan o'zi oyat orqali bayon qiladi. Kishilarga o'zini ko'rsatib, boshqalarni ko'zga ilmagan shaklda mengish, boshqalarga ruhiy jihatdan zulm paydo qilgan holatda undaq mengishning o'zini Alloh Taolo cheklagan. O cheklimning o'zi bir chegaradir. Uni buzish, boshqalarni ko'zga ilmaslik, bu butunlay o'zi chegarani buzganlik deb hisoblanadi. Yani sözlesek hozir nihoyat o'zi jiq bu nimaning o'zi. Bu Qur'onning o'zidan masalan Sura Baqarniki 230-oyatida nurg'ulg'an o'zi nimani ma yuqoridagi الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون diye muş ayetinin özümü. Allah Teala talaq haqqida ve ajrashish haqida, yani ajrashgandan keyin o ayolga bergan narsani nima o mehr haqqining o'zini elib olmaslik haqida shundaq o'zi belgilamalarning o'zini chegarani bekitgandan keyin bu yerda oxirisi nima deydi degan vaqtida tilka hududulloh, yuqorqilarning o'zi Alloh taolo belgilagan bir belgilama, yani chegaradir. Uning yaqinlashmanglar. Kimki onunla hücum qilsa, o zalimlardan bo'ladi deb o'zi bayon qilganlik. Ya'ni har bir sohada Qur'ondagi har bir farz deymiz, har bir buyruq deymiz, har bir prinsip deymiz, uniki ashundaq o'z nimalari bor, chegaralari bor. O chegarasining o'zidan bir talni buzsak, o vaqtda shuning loyiq u yerda o'zimizga va boshqalarga zulm paydo qilganligini Qur'oni Karim bayon qildi. Yani bunu qo'shish oyatlar yomon jiqgan va Sura Nisoning 10-oyati, Sura nimaniki yani Sura Nisoning 14-oyati shuni bayon qiladi ekan, Sura Tövbe 97-oyati, Sura Mujadilniki 4-oyati qatorda shundaq o'zi nihoyatda jiq, yana 10 natijada shu hudud, yani chegara haqida Qur'oni Karim to'xtaladi.
Demek bu chegara her bir meselede so'zlash va yuqori degan o'sha so'zlashdan tortib tomoq yeyishdan tortib toki o'zi siyosat iqtisod do'st dushman qilchilik hammasida alloh taolo bu narsani aniq belgilab qo'ygan. Uning sirtiga chiqish insonlarga o'zaro zulm paydo qildiganligini Qur'on bizga bayon qiladi. Shuning uchun biz har qanday vaqtda bizda Tayyip Erdo'g'anning jiq gapi bor bu sohada haddingni bil. Haddingni bil deydi. Shu haddingni degandagi haddi degan Qur'oni Karimdagi hudud aşı. Haddi deganni sen o'zingniki doirasini bil. Undan halqib ketma degan gap. Bu sohada ma o'zimizniki masalasiga kelsakmi, misol diniy sohadagi insonlar diniy sohani yaxshi tadqiq qilishi, bilishi va insonlarga to'g'ri uni tushuntirishi lozim. Ammo diniy sohani tadqiq qildim deb o'tirib, o'z bilmaydigan boshqa sohaga kirib olib, misolda uning bilimi dunyoda men bilmaydigan hech qanday narsa yo'q deb hamma sohaga chetga erishniki hech qanday o'zi keragi yo'q. Chunki har sohaning odamlari o'zining ishini o'zi qilsin, shu vaqtda nihoyatda yaxshi qila oladi. Hammani men bilimi degan odam aslida hech nima bilmaydigan odam. Agar u hammani bir odam bila oladigan bo'lsa, dunyoda unday odam aslo mavjud emas. Hatto payg'ambarlar bunga daxil misolda. Shuning uchun bu yerda o'zimizniki haddini bilishimiz, bir yerda tabliğqa vaqtidami davomli o'zi to'g'ri bir niyat bilan to'g'ri narsalarning o'zining Qur'oni Karimning haqiqiy o'zi maqsadini kishilarga yetkazsak, to'g'ri narsani yetkazgan bo'lamiz. Uni to'g'ri niyat bilan yetkazishimiz va boshqalarga hujum qilish niyatida gap qilmasligimiz lozim. Degan taqdirdami uniki yaxshi bo'lish, ya'ni shunday qilsak yaxshi bo'ladi degan niyatda gap qilsak, ya'ni uni tanqidlagan yaxshi niyat bilan tanqidlagan asosda gap qilsak, u to'g'ri bo'ldi. Ammo u yerda boshqalarning eyibini etish maqsadida yoki boshqalarni eyiblashlab xalqning orasida uning o'zini siqinti paydo qilish maqsadida bunday qilish o'z nihoyatda Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan bir narsa emas. Bugun shu hudud, ya'ni chegara haqida to'xtalsak yomon jiqkan, ham asosan buningdagi nurg'un odamlar buni bildi endi bu sohadagi narsalarni. Buni tafsili Qur'oni Karimdagi butun sohani hammasini qilsak, bu yomon jiq gapkan bu. Shuning men shu asosli tarafining o'zini e'tiqod, ibodat, siyosat, iqtisod, muomala sohasida, tijorat sohasida, do'st dushman sohasida, kiyinish, yeb ichish sohasida shunda nima qilgan bo'ldim. Qolgan sohaning o'zi asosan shu sohaniki doirasida ekan. Meni tanlaganim qaragan vaqtida qilib qolgan bo'lsa hamda mau Abdulaziz Bashto'g'roq qarindishimiz buningga kichkina qo'shimcha qilsa bo'ldi. Xo'sh. Assalom. Estağfurullah. Ustoz her zaman yaxshi so'zlarni qilib kelyaptilar. Hammamizga shu o'zimizningki haddini bilishni, ya'ni chegaramizni qirmızı çizgi deb qo'ygan-ku. Shunga o'xshash endi biz haddini bil deb ba'zi achchig'imiz kelgancha deb qo'yamiz. Shu Uyg'ur tilidagi had degan gapning Qur'on Karimdagi had, Allohniki, tilki, hududulloh degan oyatlar qancha nimiz deb o'tdilar, chiqqan. Hammasiga to'xtalib bo'lmaydi. Ammo shu bizning hududimiz shu Qur'oni Karim she'ri chizib bergan-ku hamda Allah. Endi biz onunla yeterli hesaplamaymiz uchun shunday so'roq qilindisa biz bu boshqa bir narsa bo'lmaydi deb yine o'zimizning haddini ishib oldik ekanmiz. Ondan keyin shu boshqa Allohning chegarasidan sirtdagi boshqa chegaralarni ular ketib olib, andan keyin chegara bilan boshqalarni o'lchab, andan keyin
Onun hata hükümünü çıkarıp, onun marka çaplap, bunakla işte cekemde. Şu anlıkı bizden hotelde heddin helep işkin saman yemeydi dep tazaşı açık kelgen çağın açken kıp koydum düşün. Hı. Şu bazı kırımdaşlar özünün heddini bilip olsa o heddini başka yerden emas Kur'an-ı Kerim'den izlese onun için onu taparlaydı dep oylayımız hem de. Doğru. Mesela bu kitap sana yetmemdi desem de biz o yetmeydi de başka kitaplarını okuvaldı kendimiz. Onu okuş oldu kendimiz. Onun için çigira iniq belgilengen çigiralar var değil mi? Allah'lıkı mesela haram nemisi de iniq belgilep koyuyorlar da. Nimenin halal nimenin haram işkeldiği için. Endi o alıqı biz onunla nima qilmay, mesela bir chegirani sizib bergan bo'lsa, onunga boshqa narsalarni tiqib olib, a chegaraning ishidagi narsanimi biz harakat qiladigan Hı. doiramiz uchun Doğru. kichikiltib qo'yayotganmiz-chu. Unda o'zimiz shu siqilib, Hı. ikki putimizni bir o'taga tiqib olgandan keyin, andan keyin bizda ilgirlash bo'lmaydi ekan. Qo'sha Doğru. taqishgan. Mesela ilim sahasida misal alsak ilimni butunlay diniy ilm bilan diniy ilm degan bir so'z bilan monopol qilib olishda, uning chegarasini tamoman buzib tashlab, ammo Qur'oni Hı. Karim desa ilm degan vaqtda insoniyat kerak bo'lgan har qanday ilmning o'zini o'z ichiga oladigan shunday bir kalimni ishlatgan. Yani her Shu. qanday sohadagi ilmni o'rgansek bo'laverdi. Faqat buning chegarasini bekitgan Alloh taolo. O chegarasi nima degan vaqtda uni to'g'ri yo'lda ishiltish. Ya'ni bir yerga bir narsani ziyniga ishlatmaslik, ish qilib bir ziyonga, birsiga zulm qiladigan bunda vosita zulmga vosita bo'lgan bunda bir narsaga ishlatmasdan to'g'ri shaklda ishiltish bu o'zi belgilangan. Shu Qur'onda isrof qilmaslik, ilmni isrof qilmaslik belgilangan. İsrof qilmaslik degan so'zning o'zi o'rinsiz yerga ishiltish degan ma'noni bildirdi. O'rinsiz yerga ishlatgandan keyin u birsiga ziyon soladi yoki bo'lmaydi, o'ziga ziyon soladi yo atrofidagi ya'ni muhitga ziyon soladi degandek har xil ziyonlarni soldi. Ham uning o'zini bizning insonlarimizni ko'pinchilari bu diniy ilm, fanniy ilm deb fanniy ilm o'qisa u savob bo'lmaydigan. Shuning uchun kech Qur'on o'qish, hadis yodlash, fiqh yodlash bilan kunni o'tkazadigan shunday o'zi narsaga akirib olib, u Qur'oni Karimdagi har qanday ilmni o'qisa bo'ldiganlik sohasidagi buning o'zini buzib, uning doirasini torlashtirib, Alloh taolo Hı. belgilab bergan chegarani men qoida sizayman deb, uning o'zini qoida sizib, uni torlashtirib, balki millatniki beshini qaymoqtirib, ma ilmni o'qisang yomonbek savob bo'ladi, qiyomat kuni sen o'zi 70 pushtunga o'zi nim qila olaysa, shafaat qila olaysa, jannatga kirib ketsa, ah ko'kda o'tirib, mani o'qisang gunoh bo'ladi yoki bo'lmaydi, savob bo'lmaydi. Yoki savob bo'lsin, bek oz savob bo'ladi degandek shunday necha xil fatvolarni berish orqali millatni qaymoqtirayotgan shunday ishlar bor. Bu nihoyatda ig'ir bir hamda millat qilingan zulm ham mana hayotga vaqtida. Bu ilm sohasidagi zulm bizda yomon uzun bir zamonni o'z ichiga oldi. Misol, mush qarxonlarning oxirgi davrlarda nim qilingan yoki bo'lmaydi, mushu Amir Temurniki zamonlar deymiz, aşı zamonlarga to'g'ri kelgan bir vaqtidami mushu kitob nimqa vaqtida bir olimning qosi Navoiy debmi shunday bir anladim ham dashning o'zini eliq esimda qolmabdi. Mushu lug'atning o'zini rasm bilan misol Tuğ'uni resmini sızgan bo'lsa, bir xo'rozniki resmini sızgan bo'lsa, tojning ustiga o tojni shu vaqtda nima deydi? Putini nima deydi? Putniga panjillarini nima deydi? Qanotini nima deydi? Quyruqlarini nima deydi? Tumshug'ini nima deydi? Hammasining o'zini shuni nimasiga bor. Yevropalikning hozirgi bolalarga o'rgatgan kitob ashtaqay shu nasrindaymi, nimada Yeslida
Ballığa aşındaq suratlı kitapını berdi. Bergendekin ballı aşının qarab, nımqandekin o şöyle ballı qaraydigan kişiler, er olsun, ayal olsun, ma toxuniki tumşığı, ma közü dep aşağıda öğütüdü. Hem onun xatti yazıqlıq oldu. Misalda, kördü bir taraftan kallasa suratını alıdı, yani bir taraftan közüyle nima uniki İsmini. ko'z bilan xatni o'qiydi, tili bilan ovozni quloq anglaydi. Bu uch tarafdan ekanligi nim qochilindi. Qochilangandan keyin buningda o'g'inish surat tiz bo'ldi. Ham shu vaqtda bizniki ajdodlarimizning ichidan bir tal bug'doyning o'zini rasmini chizib, ma bug'doyning donisi, ma bug'doyniki, ma nimasi alqi posti, ma g'uli degandek narsaning hammasini shu yerga andaq nim qilib, masalan, del daraxtdan tortib o'simlik, kichilik shu jonliqlarniki rasmlari qurt qo'ng'izning ayndaq sizib o'zini kuchini ayndaq qilgan vaqtdan o'zida ashining o'zinimi mushu rasm sizishning o'zining harom ekanligini, harom ekanligi to'g'riliq fatvo chiqarib, shu kitobning o'zini tamoman ko'ydirib yo'q qilayotganligi hikoyasini anglagandim-da men. Shunchalik o'zi echingandim-da. Demak, ilimni aşı derecede monopol kılıveliklik, ilimnin çigrasını tamamen bozup taşlap, özü bir küçük bir dairege, özündeki küçük kallısı bilen, küçük bir dairege aşındak özü solap o ilimnin özünü, milletini aşındak özü naiti hiç nimge intilmeydiğen, intilgil koymaydiğen aşındak bir haletini şekillendiriyorgan. Onun için bu halkı ilim sahası da bu naiti çigra bek küçüklep ketken, millet ta hazırgıçılık 21. asırda yaşayatımız. Hazırgıçılık terettip ərizini sakal koysa bolan bolmamdı, namaz qancha rekat, nafil namaz savab bolan, muşu sahatin çıkıp bolamay, 1400 yıldan birisi muşu sahatin çıkıp bolanmaklık. Başka millet degan vaqtda ma dunyoni puturib, hozir boshqa planetlarga chiqish uchun harakat qilayotganda, nurg'un davlatlar boshqa planetlarni bir narsa izlayotdi. Osmon boshlig'ida nima ish qila olamiz? Bu sohada izlanayotsa, bizning insonlar cho'disi, qo'ngimizni biz o'ng tarafni yursak bo'lamdi, so'l tarafdimi deb mushuni izlab saqal qo'ysak qanday bo'ladi? Tarafni putimizni masih qilsak bo'ladi, bo'lmami? Mushunidan chiqolmay, mushundaq o'zi. Mushuni ham ilm deb mush hozirgi vaqtda insonlarning beshini qaydirayotgan mundaq ishlar. Buni bir qatim anglashib bo'ldigan narsa. Davomli shu nim qildig'ini palana suylik tigib qalsa, nima kirgancha, qabri kirgancha andaq azob bo'ldi, mandaq azob bo'ldi. Bu insonni bu dunyo tug'ilganga ming dod tugizib, tug'ilib 10 yosh kirib bo'lgan o bolaning o'zini aniqsan, do'zax kirsin, maniqsan, qabrda andaq azob bo'ldi, maniqsan, mandaq bo'ldi, ilon chaqib, chayon chaqib deb, tug'ilgan ming pushmon qildiradigan mundaq bir o'zi mundaq gaplarni qiladi-da. Bu o'zi naati eg'ir hamda ilmda bo'lgan, naati eg'ir bir hamda buzg'unchilik hamda. Alloh taolo belgilagan belgilimini tamoman vayron qilyapti. İnsanlar o'zi kerak bo'lgan jamiyatida, ya'ni jamiyatga muvofiq holatda muvofiq keladigan ilmlarni yoki jamiyatdagi masalalarni hal qiladigan ilmlarni o'qish, u shu zamondagi insonlarniki majburiyati deb hisoblanadi. Masalan, hozirgi vaqtda bizniki avlodlarimiz, masalan, bizning bolajaqlarimiz hozirgi zamondagi eng yaxshi ilmlarni o'qish kerak. Nega ko'rib o'qisa mayli? Yevropaga keladi, Amerikaga boramiz zodi. Yaponiyaga qanday yerga borsa, shunday yaxshi ilmni o'qish kerak. Ammo o'qi desa, bolani o'qiting desa berib, nega bor desa, Turkiyaga apirdi, yo Misrga apirdi, yo Pokistonga apirdi. Şunu u yerdeki Azhar Üniversitesi bu deydi aşındaq o'zi Qur'on yodlaydigan yoki olmaydi, Qur'on tarjim qildigan aşaga apirib o'qitdi bolani o'zini. Qur'on deganda 10 ming odamning yo 100 ming odamning ichidan 2 odam tarjim qilsa bo'ldi. O hamma odam Qur'on tarjim qilishga nima kerak va? Misolda, sen namozingni o'qi, Xudoning bor birligiga ishon, payg'ambarga, kitoblarga, farishtalarga, oxiratga ishon. Tertinib namaz o'qib qolgani o'zi hozirgi zamondagi bilimlarni o'rganishing keraksan. Turkiyaga borsak hammasi shu nimaga halqi nima maktabni aytdi? Ilohiyatmi? İlahiyatı.
Ha. Aşının özge bəduq. Dep ay mektep güvesimi aşı undaq ilahi yakınmaydı aşı bir dini sahadik bir eğiz gep arlaşmagan bir mektep bolsa u bolmaydı da. Aşındaq yer beriş gerek. Şu özü evcep ketiklik. Deki onun özünü az dep o balını etigerligi onun kapırdı. Tüşküçülük o bal dersini tüketkendeki o dersini tekrar kılım koymay apırıp sörü apırıp aydı. Mollamı tutkuzdan gep keşke Kur'an yadılap gilden şu balının özü oltırgan gep. Ertesi mektep koyganca da malımın aldı uxlaydıgan gep. Bundaq mı Xitaydan ötüp ketken bir zulümnün özünü o ballığa atan oğa adam kılık hazırlık vaxtıda. Bundaq mı zulüm bolam dünyada? Demek bu yerde ne mi diye vaxtıda? Allah Taala belgilegen hududning özünü buzgan vaxtıda özümüzge etrafımız insanlar qanchalik öz zulümlarını qildiganligimizni his qilsak bo'ldi. Shuning uchun bu yerda ba'zi vaqt deb solamiz shunday gapning o'zini demsak bo'lmaydi. Buni biz mushu hozirgi zamondami tushunmagan bo'lsak, biz aslo tushunolmaymiz degan gap endi. Butun dunyo oldiga qarab shunchalik ilgirlab hozir ketayotgan bu jahonning o'zida bizcha desa 1400 yıl burunqi işinin özünü ta hazırgıçlık söylep yürüşünün özü bu qanchalik öz ağıt qalğanlığımızı bildirgan narsa. Yani bizdeki nurgun insanlarımız var. Nemi sebepten? Mesela muş g'arb devletleri kes nemi sebepten ögünanmaydı bu şeyge. Diye vaqtda bu yerda ikki nokta var. En muhim noktadan ikki nokta var. Birinci nokta bularning o'qigan narsasi bu yerdagi bu g'arb devletleri to'g'ri kelmaydi. Yani g'arb devletleriga to'g'ri kelmaydi deyishimizda, g'arb devletleriga bu taraqqiyot va kazoning o'zi o odamni kallasiga sig'maydi. O odamlar 1400 yil burunqi zamonga loyiq tarbiyalangan bo'lg'achqa, ash zamon tushayke hozirgi zamonga o'ziga uyg'un emas, yoki bo'lmaydi. O'z xato kelib qolgan, yoki bo'lmaydi, o'z yoqtirmaydigan bir yer kelib qolgandek, ashunday his qildi. İkinci tarafı degan vaqtda ikkinchi tarafi yalğan gap qildigan, kazzoblik qildigan, ashundaq o'z aldamchilik qildigan bir yer cho'ng'olganligi uchun bu yerga aldamchilik oqmaydi. Yalğan gap oqmaydi. Shuning bilan u yalğan gap qilmagandan keyin nima deb ko'rgan biz shu bu go'yilniki bir tal tukunish ulsaqma hisob deb o'tirib, o'sha yerda u bu dukanlardan o'g'illik qilib ashtaq yurgan odamlar borda, shu Norvegiyada. Aşının o'xshash o'ziga o'z dushman paydo qilib, boshqalarni bekor dushman tutadigan mundaq ishlarning o'zini nima ish qilgan vaqtda o'ziniki e'tiqodi to'g'ri kelmaydi, o'zining ilmi to'g'ri kelmaydi, o'ziniki saviyasiga, ya'ni madaniyat saviyasiga to'g'ri kelmaydigan bir yer kelib qolganligi uchun u madaniyat saviyasi yomon to'van. Bu yaniki hayvonlarim biladi unchalik narsaning o'zini turdi, mangadigan hal adab axloqliq yendi mağdan küçüküm bu yerda adamni yugurib berib tishlaydigan küçüküm yo'q bu yerda. Aşındaq olgandan aşı seviye bilan andakin insonlarga zulm qiladigan, insonlarniki narsalarga behodda hujum qiladigan mundaq ishlar mavjudlik. U faqatla bizda emas. Bütün musulmonlarning hammasida g'arb davlatlariga chiqqan musulmonlarning hammasida o'xshash. Başta ölmese hoşup ketadi. Misalda başta ölmey müşahede öz amalının beriçe tıkıştırıp bir narsa qilsa, ona ait hoş up ketadi. Bu ishni hech qanday kerak yo'q mana shu vaqtida. Shunga hudud deganning o'zida biz shu Qur'oni Karim belgilagan insonligimizga samimiy bo'lish, adolatga samimiy bo'lish bu nihoyatda cho'ng bir masala. Zamanımızga samimiy bo'lishimiz lozim. Zamanımızga samimiy bo'lgan vaqtida zamanımızga loyiq ilmlarni o'rganishga ahamiyat beramiz. Shu vaqtda zamonga loyiq odam bo'la olamiz, boshqa insonlar bilan barobar yashay olamiz. Shuning bilan jamiyatni oqitga qolmagan bo'lamiz. Jamiyatni oqitga qolgan sari bu dunyodan zerkib, tezroq u dunyoga kelsak, jannatga kirsak, shu jannatda sho'rli bo'lsa, ashunaqal birga yashab olsak deb şu quruq tushlik ko'rib lekin bu dunyoni o'tgan gap. Shuning uchun bu yerda ilimni monopol qilish, ilimniki chegarasini buzish
ve onu monopol qilish nihoyatda ig'ir bir jinoyat mana shu vaqtida. Shunga bu ilmning doirasiga chegarani o'zimiz tizmasligimiz lozim. Uni Alloh taolo belgilagan bu chegaraga hurmat qilishimiz lozim. Ilmni har qandig'ini o'qish va uni to'g'ri yo'lda ishlatish bu Alloh taolo belgilagan bir chegara. Buning sirtiga chiqib, uning o'zini andaq ilm, mandaq ilm deb o'tirib, uni turga orib, millatimizni ilmdan yiroqlashtirgan bunday ishlarni qilish bu jinoyat mana aytgan vaqtda. Qur'oni Karimdagi Allohning belgilamasiga bir xiyonat qilganlik bu qiyomatda Allohning oldida hisob bergan bir cho'ng bir ish. Shuning uchun bu ilm sohasida, axloq sohasida nihoyat diqqat qilishimiz lozim. Qur'oni Karimda nurg'ulg'an axloqlar bayon qilindi, bayatın degan so'z ildimi? Yolg'on so'zlar, bo'xton chaplash va kaza, o'g'irlik qilish hamma ishning o'zining axloq yetadigan narsa. İnsanlıqniki chegarasini buzgan vaqtda u narsa hammasi buziladigan gap, boshqa odamlarga axloqsizlik qiladigan gap, boshqa odamga haqorat qiladigan gap, boshqasiniki mol dunyosini o'g'irlaydigan gap. Shu vaqtda boshqa insonlarga zulm qiladigan gap. Qiyomat kunsa uniki zulmi o'zi qaytadi ekan. Shunga bu yerda Qur'oni Karimdagi shu yuqorqi oyatlarniki va man yataadda hududallohi faqat zalama nafsa ve men yeta'adda hududallahi fe ulaikumuz zalimun degan shu oyatlarniki mazmuniga asosan Alloh taolo belgilagan chegaraning o'ziga yaxshi diqqat qilishimiz lozim. U yerni buzmasligimiz lozim. Buzish u yerdagi her Qur'onda her narsani tushunishga bir doira sizib qo'ygan Alloh taolo. Mush doira ichida tushunsang bo'ladi debdi. Kallimizga kelgancha tushunish to'g'ri emas degan gap. U nima uchun degan vaqtda şu dairenin sırtına çıktın mı sen hiç mi ego olamazsın? Nurgul adamı var. Kur'an insanlık tefekkürünü çekileydi deydi. Lekin Kur'an tefekkür kılınıldaydı. Ama tefekkür kılan vaxtida sen o tefekkürünü hata kılan hemen o tefekkür dairesini çıksa, çigrani bozsa o vaxtida özü cinayet şekilde. Şunun için Allah Teala tefekkür kılınlar ama o tefekkürünün özünü doğru şekilde kılış lazım. Onun üstügümü Allah Teala yana bir narsa rast, bir narsani mushu rast desanglar, uni hujjat keltiringlar deydi. Tefekkür qildim deb qalaymagan qilavergan narsa emas. Bir narsani mana tefekkür qildim, mush to'g'ri kel degan vaqtda uning dalil isbotlarini yana qo'yish lozim. İnsanlarni qoyil qila oladigan, amniyatga uyg'un, bunda dalil isbotni o'tirib qo'ya olsak, u vaqt bo'lgan narsa. Shuning uchun bu yerda her sohadagi Alloh taolo belgilagan chegaraga diqqat qilish va shu chegara ichida harakat qilish, chegarani buzmaslik bu nihoyatda o'zi to'g'ri bir ish, o'ziga ham boshqalarga zulm keltirmaydigan bir ish. Agar uning o'zini monopol qilib olsak, o'zimizniki qayoshi bo'yicha bu vaqtda tamoman o'zi o'zimiz va atrofdagi insonlarga ziyon solamiz shu vaqtda. Nemi? Allah razı olsun. Bu şu köklem.net'te bir torbeti vardı öz vaxtıda şu 2012 şu vaxtıda 2010 yılları yani şu Türkiye qo'shsa jiq kelib ketgan vaqtlar. Şu yana biz şu Kur'an merkezlik tadqiqotimizni, bu ishlarimizni boshlagan mezgillarda shahar yezishdiqda, shaharda bir qarindoshimiz ham hozir doktor bo'ldimiki bilmayman, ilohiyat uchun. Misrda o'qigan shu 10 ming 20 ming odamning ichidagi birisida eng oldidagi odamlarniki o'g'landi shu. İsmini demayman shu. Shu qarindoshimiz bilan yezishyaptimizda o deydi ki Qur'onni bilgan odam olim emas. Hadisni bilgan odam haqiqiy olim dedi shu. Nima deb so'rasam, çünkü Kur'an'daki ayetler çeklik, hadis çeksiz. Qarasizlar meni uchun? Mushu kalla bilan da bular shu Azharda o'qiganlarning kallasi mushamdi shu. To'g'ri. Çünkü hadis çeksiz o'qishqa, cheksiz bilimni bilgan odam endi qattiq olim bo'lgan o'xshaydi. Shu hozir deyotganimiz bo'yicha chekni oshgandan keyin misol Qur'on butun hamma narsaga
chegara bekitib, hammasini mundaq o'zi mushu bo'yicha qilsanglar bo'ldi deb bir men mukammal bir holatda bir dinni sizlarga berdim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islom dina degan mush oyat bilan Alloh taolo xuloslab mukammal bir dinning o'zini bizga berganlik haqida bayonot berdi. Endi buning o'zini mukammal emas deb bu o'zi hamma narsaga yetarli bo'lmaydi deb boshqa narsaga chiqib qilganlik Alloh taolo belgilagan chegarani buzganlik bo'lib hisoblandi bir. Ikkinchi birisi bu odamlar hech qanday bir masalani hal qila olmaydi hozirgi vaqtda. Misol, o'sha odamlardan o'g'rining jazosi nima degan vaqtda deydigan gapi qo'lni kesish deydi. Tamam. Amanna va saddaqna deyli. Endi bulang'chiniki hukmi nima? Bulang'chiga qanday hukm beramiz degan vaqtda u bulang'chiga hukm topolmaydi. Shuni nim qildi degan vaqtda fiqida an debdi, falon mazhabda man debdi, pustan olim man debdi deydi. Sen ma Qur'ondan bir tal delilni akib turib, ma'ni sen nima qilib bera? Ma javob bera desa, javob berolmaydi. Chunki Qur'oni Karimda jinoyatning turlarini jinoyatni qancha turga bo'lgan Qur'on. Misolda shuning asosini turib buni qanday qas turdagi jinoyat hisobiga kirdirdi Qur'on. Uning qanday javob chiqdi? Buning prinsiplarini bilmaydi, o'rganmagan. Misolda shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida cheksiz narsani o'qib olish orqali bergan javobimi masalan shunday cheksiz narsani o'qib olganlik uchun deydi. U kitob qarasa uning javobi mandaq turgan, qora turgan, ma kitob qarasa oq turgan, ani qarasa yeshil turgan, mani qarasa ko'k turgan deydi. Ham shunday har xil shakldagi, har xil rangdagi shunday o'zi javoblar bo'lgandan keyin u vaqtda bizning uyga 2000 qanchalik keldiki, Mahsum bilan Abduxoliq Qarim kelgan vaqt edi. Abdukim Mahsum bilan Norvegiyaga uyga. Shu uy elish haqida savol tushgan vaqtida kitob nima, shu nimani kompyuterni ochib, shundan ikki xil javob borki, buni qosin deymiz mayli deb ikkisi maslahatlashgan gapchi edi. Xo'jinda dasmi jiqqo qasni nima qilsak bo'ldi deb bunda qarab mayaga mo'shin desak to'g'ri bo'larmiki deb o'zini kallasida hech narsa yo'q. Ayr xat deb qo'ygan narsani to'rtal narsani yig'ib kelgan gap. Mo'shni qasni desak bo'ldi deb ayda ashuni deb ashuni nima qildi endi. Ham o'sha odamni o'zini mana shu vaqtda olim deydi endi. Sen uni qasi oyatga yo qasi dalilga asosan uni deysa, uni bilmaslik. Bunu falana olim mandaq debdi. Mush olimligini deylimi? Ya pustan olim buni mandaq debdiki, buni mushin deylimi? Deb Qarzoviniki Yevropadagi yashayotgan musulmonlar shu yerdagi bankni qarzlab uy os bo'ladi deb bir fatvo chiqqanki, yanbisi yo'q uy os bo'lmaydi, u yerda o'sim harom degan narsa borki, qasni deymiz degan gap. Uning dalil qayga asos nega tutishidi? Avu Qur'ondagi qas oyatni dalil qildi. Avu Qur'ondagi yanbi molla bu qas oyatni dalil qildi. Adamniki o'qigan narsanaga shu vaqtda shuni qarta, ashning o'zini ajratib to'g'ri, ma'ni o'zi to'g'ri-ki, ma xato deyolmagan gapda. Ay gapirib, bozorga alqi sesib ketgan shaptillar sahbi shaptilni apirib, qasni qancha pul sotamiz degan bir gap bo'ldi edi. Yani bizga aşı Norvegiyaga berib deyotgan gaplar shu bo'ldi. Misol. Sen u yerda deydigan narsang nima? Amataxun nim deb, semtaxun nim deb emas. Qur'onga asosan bu qanday bo'ladi? Bu hukmni sen Qur'onga asosan chiqarsan. Qur'onda uningga maxsus prinsiplar bor misol. Demak, bu yerlik narsa nima degan vaqtda Qur'onni shuning uchun har sohadagi prinsiplarni tadqiq qilish lozim. U jiq narsa emas. Qur'on degan 300 varaq bir kitob, cho'ng-cho'ng, undagi xatlarimi o bir kunda o o'qisa, shu bir kunda o'qib qolgan bir kitob mana shu vaqtida. Aytganligi bir yil tutsa, bomdod namozdan keyin xuftamgacha o'qib tugatib qoldi. Endi shu
shunchalik bir kichik kitob bo'lgandan keyin 1 yil vaqtini chiqarib tadqiq qilib chiqsa, hozirgi vaqtda uning yordamlashadigan nurg'un olimlarniki nimalari bor. O'ng'ayla o ishni hal qiladi misolda. Biz uni Qur'onni ashundaq nimqa vaqtida bizga yordam qiladigan bir miya yo'qdi. Shaxsan menga. Men e'tiqod jihati yolg'iz yashagan bir odam hayotimda. Keyingi vaqtda shu 5 to'g'ri qarindishimiz u bu shu bir qancha og'inlarimiz bilan do'stluq yurib herhalde biraz g'ariblikdan qutuldik deyli. Bo'lmasa o e'tiqodda tamamen yolg'iz yashagan bir odamman hayotimda. O Qur'on tadqiq qilib qilgandan keyin hozirgi din bilan shu an'anaviy din bilan Qur'on ko'rsatgan din ayrimli bir narsa chiqdi. Chiqqandan keyin u dinning o'zi xuddi payg'ambar alayhisalom zamoniga o'xshaydi. Payg'ambar alayhisalom zamonida Qur'oni Karimni Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga tushirgandan keyin u Qur'ondagi o e'tiqod, o ahkam, o ibodatlar qarasa, u Makka mushriklar qilayotgan narsaga tamoman o'zi o'xshamaydigan bir narsa o'tirib chiqqan gap. Shuni payg'ambar alayhisalom yo'q, o din andoq emas, mandoq degandan keyin yolg'iz qolgan gapda, shu yolg'iz e'tiqod bilan yashaydan bir mezgilamda. Undan keyin o'zi 6-5 odam iymon keltirdi, payg'ambar alayhisalom atroflarida piqirab yurishini bilan o'zi yolg'izlikdan qutuldi biroz o'sma. Ammo bu yerda ashundaq bu halqi Qur'ondagi, ya'ni bu halqi dindagi narsalar, shuning uchun bu yerda bizniki hozir da'vatqinimiz nima desa, her qandaq bir narsani so'zlagan vaqtida uniki tegida, diniy sohada so'zlagan vaqtida uning tegida Qur'ondan bir tal oyat bo'lishi lozim. Qur'onda bir tal oyat bo'lishi lozim, shuning asosan so'zlagan bo'lishi lozim. Yana hadisning o'zidimi hadisniki sahihsi o'z bo'lamdi, yo qandaqligini e'tirof qilamiz deydigan manda gaplar bo'ldi ekan. O hadisniki mi sahihsi olamdı, g'arib olamdı, mufrad olamdı, zaif olamdı, bizning hech qanday ishimiz yo'q uni bilan. Qur'on to'g'ri kelsa, to'g'ri deymiz, xolos. To'g'ri kelmas, xato deymiz, bu qadar. Ya'ni o'zi o'ng'ayli bir narsa. Ammo to'g'ri bo'lishi bilan asla uniki dinning asosi bo'lganligini dinning asosi deb hisoblamaymiz. To'g'ri bo'lgan bo'lsa, ash hadis mush Qur'onning mush oyatiga to'g'ri keldi deymiz. Ammo payg'ambar alayhisalom ashuna debdiki, debmi men unda qaramayman shaxsan. Nima uchun degan vaqtda payg'ambar alayhisalom shu hadisni deganligiga to'g'riliq mening ishonchim yo'q yani. Mesela Kur'an'da sözlükte Kur'an'da sözlüklik ama aş Kur'an'ın ayetin okuttuğu aş ayeti burmulap onunkin bizge hüküm kesiklikte ben bazı işte haddini bilmeydik Allah için. Nebi bile Resul diyeninin peyakını deppediyse o Kur'an'daki peyakını demeydi özür tokup çıkan özünün hurabi dini, sünni yazıvagan dindeki özlerinin menisi koyup koygan aşı boyunca nime kıladi değil mi? Aşı boyunca nime kıladi? Nebi Resul ne? Peygamber ağaç etmeyle peygamber deplam tercüme kılıp işkidan ufkum, okşamayla ufkumunu iki putumuzu bir üteke tıkımız. Şunu olan yol malanmayımız. Hem üzümüzü zulüm kılımız hem başkalarına zulüm kılımız. Haddini bilmegenlikte. Mesela ne kadar bayatın sili depütep kettiler. Eli kabir azabı, toğruluk bir hadis var bu nahaydı danlık. Şu hadis deme mesela şu kabredeki de bek nıkıp ketti de bir şahını derekna şeyhini öyle plan çok bir emdi bu biraz aram tapdı da diyen vakalık bilen o nime kıldı. Şunu oldu mu şu kabri azabı diyenine başkalarına tenuş için uydurulgan hadiste bu. Hazır men muşu addi kallam bilen mesela okumagan muşu addi kallam bilen men üzerinden haddini bilgeçke üzerinden Allah'dan koyup bergen çigirasını haddimni biliş için ben Kur'an'a qarayman da. Kur'an'a qarasak tərat edişdə bizdeki o eliqe cinsi əzalarını yuş toğrulu gap yok. Şundan mı ya? Yüzü, kolumuz, beşimizi məs qılımız, ya putumuzu məs qılımız, ya yüzümüz qaraşlı var mı şu? Ayetteki nimi ki qarasak aşılar var.
Ama Hı. istinca to'g'riliq gap yo'q u yerda. Hı. Shundaymi yo'q? Hı. Agar haqiqatan ashunday bir suduk yoki aynan bir narsa bu bizning ibodat qilishimizga, namoz o'qishimizga to'sqinlik qilgan yoki tahoratning ichini doirasiga kirib ketgan bir ish bo'lgan bo'lsa, u boshqa. Hı. Ammo u haliqi bir suydik temib ketgachga ya tufaylidan shunday bo'ldi deb deyishni o'zi Qur'ondagi haliqi tahorat oyatidanmi chiqmaydi-da bu narsa uchun. Hı. Men hozir men u yolg'on u. O qabr azobi bo'lishimi yolg'on. U suydukninki tugib ketishi bilan nima qilishimi u Qur'onning oyatiga zid u doiraga kelmaydi deb hukm qila olmayman men. Chunki men chegrini bilaman-da, Allohning qo'ygan Hı. chegrini. Shunga siz degandek bakishchiq vaqtimiz ketmaydi bu. Qur'onda 6236 oyat bor. Va Hı. bizning mollamlar hozir kelguncha 6666 deydi-da. Shu sonni bilmaydi. Onun ichida faqat bizni bog'laydigan hukm oyatlarimi bakchaq emas hamda-chu. Eshib kelsa Hı. 500 bor hamda-chu. Qolganlari asosan axloqqa doir, asosan bu payg'ambarlarning qissasiga doir, Allohninki nimasiga doir, sherik keltirmasligiga doir bu shundoq nimalarda hamda-chu. Hı. Shu Qur'onni to'liq boshdan oyoq o'qib chiqay desam, tinglab chiqay desam 48 soat edi. 48 soatim bo'lsa tugaydi ya o Qur'on. Eğer bek vaqtin qisqa bo'lsa, xodni ishga kelib qo'yib, anglasan 24 soat tugaydi deyapti. Bir hayotingda bir qatim o'qimasang, sen uni tingshamasan, o to'g'riliq bir bilimga ega bo'lmasang, doim seninki chegarangni Alloh belgilamasdan boshqa odamlar belgilab berdi. Doğru. O'sha diniy, o'zini diniy otorite bizning og'zimizni qara. Qur'ondan anglab o'rganib oladigan din emas bu. Qur'onni tushunaman deyish mumkin emas. Bu debchi. Ashunda Hı. aldab, undan keyin mening og'zimga qaraysa deb burnidan chulik o'tkazgan o'kizga o'xshash bizni yetilab mang'ilgan gapda. Doğru. Shunga chegara, masalan, qadar har bir narsa o'lcham bilan yaratildi deydi-ku Alloh. Hı. Shu o'zimi bir o'lcham, shu bir chegara shundaqku. Shu Doğru. chegarani o'rganadigan gap. Bu ilm fan degan narsa shu boshqa narsa emas. Shu chegarasini Hı. bilgandan keyin bir narsalarniki shay'iylarning, moddalarning, fizikaning qonuniyati umuman bir chegara shundaqku. Hı. Va rangninki nimalari tonlari yoki nimalari ishqilib onunki bizda nimasi bor? Atomlarninki, molekulalarninki hammasiniki o'zining bir chegarasi bor. Shu chegarasini bilsak, undan keyin o bilimga ega bo'lgan bo'lamiz-da. Doğru. Hech qanday chegara bo'lmasa, undan keyin shu haddimizni oshirgan gapda bu. Doğru. Ahmetjon birodarning savoli bormiki, bo'lmasa meningki boshqa bir tag'oq sag'adek ya yo'q sizlar. Hı. Hem de hazır ma o hazır 90 kaç 92. ders oldu mu o? 92 oldu. Mukaddimni qo'shgancha 93 ders oldu. Xudoyim bo'lsa yana bir 100 ga boramdi, bormamdi bilmayman. Shu bir xulos sifatida Qur'onning Qur'onning tushish maqsadini bir yana bir qatim bir so'zlab o'tsak, undan keyin biz shu 90 necha qism darsni nima uchun so'zlaganligimizni bir qatim o'ttirdi, bir qatim so'zladik. Yana bir qatim bir xalqqa nimani so'zladik va nima uchun so'zladik shu darsning o'zini. Bizning beshimiz ishib qilib so'zladikmi? Shuning o'zini bir dars qilib o'tsak, undan keyin Qur'ondagi iymon bilan an'anaviy iymon o'rtasida, Qur'ondagi islom bilan an'anaviy islom o'rtasida, Qur'onga asosan shariat bilan
an'anaviy shariat o'rtasidagi farqlarni, andan keyin an'anaviy dinniki bizga solgan ziyni bilan ziynni nima qilib, andan keyin Qur'onniki bizga agar Qur'onga biz ergashgan vaqtida uniki bizga qanday foydalarni yetkazganligi haqida to'xtalib, shuning bilan bu Qur'ondan nazar programmasiniki yani oraliqda bir ikki dars chiqib qolsa qala, shuni nima qilib, shu Qur'onga yo'tkalsak degan bir nimada turyapman. Chunki Qur'onniki men asosan tarjima qilib bir yerga bordim. Tugdi hamda uni tahrirlab ketyapman. Her qatimda bir mesela Sura Fatiha'daki bir nimaning o'zini mesela birinchi qatim Sura Fatiha'ni bir nima qilsaqmi? Ondan keyin Baqarniki nima o shu bir yerda hammasi bozorda qanday bo'lgan chog'da inson mu'min bo'lgan bo'ladi, qanday bo'lgan chog'da kofir bo'lgan bo'ladi, qanday bo'lgan chog'da munofiq bo'lgan bo'ladi. Bizniki qarindoshlarimizniki ko'pinchilari o'ttir yo'l tutamiz deb deydigan qarindoshlar nihoyat ko'p. O'ttir yo'lni Qur'oni Karim nihoyat qattiq cheklaydi ham qattiq ogohlantiradi insonlarning o'zini. O'ttir yo'l tutgan insonlarni Alloh taolo Qur'onda munofiq deb bayon qildi. Bu nima bu anlayotgan odamning nurg'unlari qanday anlaydi bilmaymiz, lekin diqqat qilish lozim bu o'ttir yo'ldan. Bu islomda o'ttir yo'l yo'q. O'ttir yo'l yo'q. O'ttir yo'l tutgan insonlarni shu Qur'onning o'zida la ilaha ulay va la ilaha ulay muzabzabina bayna zalik degan bir oyat bor-ku. Mush oyatning o'zi nima deydi desa, shu oyatning 5'ida munofiqlar haqida bayon qilib, ya u taraf emas, ya bu taraf emas, o'ttirda qolib qolgan insonlar. Bo'ldi biz o'zi unchoq qilib ketmaymiz, bo'ldi halqi. O'ttir yo'l tutamiz. Siznikini rostlaymiz, anikini rostlaymiz deb bunda ashunday o'timiz dunyoda degan insonlarni bo'libmi e'tiqod sohasida, islom sohasida uni Qur'on munofiq deb bayon qilganlik. Bundaq ishlarga diqqat qilishimiz lozim. Bu halqi islomga, iymonga chaqchaq qilgan bir masala emas. Gerçi iymonning o'zi halqi ixtiyoriy bo'lsa-mu, ixtiyoriy narsa samimiy bo'lish kerak. Buni men ani ko'rgan chog'da mandaqaroq deb qo'yay. Halqi munofiqning bir gap bor, nimaning o'zida Sura Baqaraning 5'ida bor. Sizlarni qashinglagan chog'da amanna deb sizlarga o'xshashda biz nima ishondik deydi. Halqi o'ziniki ozg'unlarni qashinglagan chog'da biz sizlar bilan birga Allohni biz aldab qo'yapmiz deydi. Bu o'zi şeytanның munofiqlarning qilgan ishi. Bundaq ishlardan diqqat qilishimiz lozim bundaq ishlarga. Yon qarindoshlarimizga bu sohada eg'ir gap, hamda munofiq degan gapning o'zi nihoyat eg'ir gap. O'zimizda shundaq bir illat bo'lib qolgan bo'lsa, illatning o'zini yo'q qilishimiz lozim. To'xtiya, bu bo'lmaydigan ish ekan. Men zodi yo daryoning u chetiga o'tay, yo bu chetiga o'tay, daryoga men chet kirib, beputim atraf turmuson. Deydigan bundaq bo'lish lozim. Bir gap bor, bizda ikki kemiga dastlab turgan odamni chatirib nima qilib deydigancha. Bundaq bo'lmaslik lozim yani. Allah razı olsun. Ya ashta qildim inshaalloh bu asosli qiliq maqsadligimiz biz yetgan bo'ldik. Endi mandan keyin texa shu haqiqiy shu Qur'onni tushunib sizlar qanday tarjima qildilar, boshqa ustozlar qanday tarjima qilibdi. Aslida qaysi tarjima to'g'rimdi-ku? Meni ham 3 tal tarjima bor hozir mana. Mehmet Yusuf Qarimniki, onadaki nima Mehmet Salih Damollarning Anas Hacimniki 3'ning tarjimasi var. Asasen bu 3 tal tarjima nima hamda men Ürümçide siyasi kengash tarjima qilingan tarjima u yo'q-ki. Onu biraz yaxshi tarjima qilibdi ekan. Ba'zi yerlarni ko'rdim hamda hammasi ashtaqim bilmayman. Lekin bu yerda bizni tutgan prinsip nima degan vaqtida Qur'onni Qur'on bilan tushunish, hech bir zaman atrofdagi muhitga asosan tushunish va kaza emas bo'lganligi
iş bir yerde yani bir peygamber yani bir insonga ergishish degan bir narsani asos qilish emas. Qur'onga ergishishni asos qilgan holda shunday tushuncha hosil qilib keldik. Yani Qur'onning o'zi tarjima qilgan vaqtida nimalqi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim deganning o'zigimi sen in'om qilganlarniki yo'liga solg'in ya'ni nimaniki nabiylarniki solihinlarniki shuhadolarning yo'liga solg'in deb degan bo'lib deb ayndaq tarjima qilgan ishlimi bor ekan. Bu nəhayət bir xata bir tərcümə çünki heç qandaq bir yerdə peyğəmbərin yolunda mang degan bir narsa mövcud emas. Yoki salihlarniki yoki shuhadolarning yo'lida mang degan bir narsa mövcud emas. Peyğəmbərlər, salihlar, shuhadolar mangan shular asos qilgan Qur'on ko'rsatgan yo'lda mang deydi. Qur'ondagi narsa bu. Yani aşağıda aşındaq yerdə nəhayət men jiq yeri ko'rdim. Aşındaq yerdə En'amte aleyhimde sen in'am kılganlarının yoluga dep in'am degen o yerde sıratel müstakim. İnsanga in'am kılgan ne sırat müstakim. Sırat müstakim neymi odası? Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabının yolda mang degen gep oldu erdik nesi. Aş yolda mangallar Allah Teala in'am kıldıganlığı ve o yolda mangallar gazap kuşurmaydıganlığı, azmaydıganlığı hakkında o Kur'an'da onu bayan kılıyor. Kısa sen onu bir balda düşüpleken o Kur'an'dan düşüp Kur'an'daki yolda mangallarının yolda mangan peygamberler olsun, salihler olsun ularniki her kandak peygamberin Kur'an-ı Kerim zikri kılıngan peygamberin hemmesi de tenkitlengen yerleri var peygamberlerinin. Tenkitlengenin özül neymi diye vakitte şu peygamber hatalık ötkezgenlik için tenkitlengende. Peygamber Aleyhisselam'ın "Vestagfiruhu innehu kâne tevvâbâ" degan ayetler var mesela. Sen Allah'a tövbe kılıp o'zi istig'for yani kechirim so'ra deydi. Nimaga kechirim so'raydi, nima tövbe qiladi? Chunki bir ishni xatolik o'tkazganda buning uchun. Hamda o payg'ambarligi manga yo'lda mangdiq degan vaqtda shu xatolikni qilmamiz degan gap bo'ldi vaqtida. Ya'ni payg'ambar bo'lsa-mu %99% to'g'ri bo'lsa-mu, 1% yerda xatolik o'tkazgan yerlari bor degan gap. Qur'onda o'qisak, payg'ambarlar qilgan tanqidlarni ko'rib lekin Muş peygamberler şu anında hatalık ötküzgende dep düşersek buludu. O peygamberle iş bir zaman özü nemi hatalık ötküzgen emez dep düşünüyorlar. Onu insanlıktan çıkaganlık oldu vakıda. O peygamberle insan boğandıkken onu da hatalık ötken. Bunu bunda düşünüşümüz lazım. Yani Kur'an'daki muşunda nurgulgan muşunda yerdeki ayetler var. Onundaki nurgul atalgıları nahayet hata tercim kılıngan yerli var. Çünkü bu Kur'an'daki muşunda yerlerini bu kitap çıkış arlıkta halkımız öyle bir katım körüp çıksak inşallah onundaki yani nurgulgan muştahat izni vatkan kıyırdaşlarımız olsa bize nurgulga yardımları tigip onun içinde bizdeki isimiz kemigen nurgun paydını biz alımız mı bilmeyimiz. Şunun için aş sahadem mabubi 4-5-6 dersini kıvatsak onundaki aş sahaya götkelsek bir başını tutup her katımda kısa kılıp yarım saat ya 1 saat bola. Ben de kısa bol dep oylayım. Meyli. İş kılıp yine başka şu bizim programda görüvatkan kıyırdaşının talepleri buluşu mümkün. Benim kallamda hazır mesela hazır kelgendesi mesela Kur'an'da 114 sure var, değil mi ya? 114 sureninki her bir sure asaslıkı nime mezmun babıl oluşu. Biz bununla kanda derslerini alalayımız. Kaysi mezmunla alakadar bir nas izdigen çağda kaysi sürüge karayımız ya küçük. Beğenisi ufursak düşüyor. Onda da mata orada meyadı var dedip derhallam tapalayımız da Doğru. Kallamızda iliq bir narsa oluyor. Aşının okşaş. Onundaki yine burunma bir dersler boğantda yine. Yani Kur'an'daki kıssalar doğrulukçu. Mesela ayrım. Her bir peygamberinin kıssasını nime kadar 25 peygamberinin ismi ötken olsa Kur'an-ı Kerim'de aşı içe her bir peygamberinin kıssasının kandak ders alımız, bunu hayatımız kanda tatbiklayımız. Işkıl ügünümüz desek o pek çekki adamdı çok. Doğru. Mesela
Mesela Esmaül Husna degan darslarni qildi boshqa ustozlar. Shunga o'xshash jiq hamda u biz agar yo'lga chiqib olsak, inshaalloh hamda biz yana bu anaqa muvaffaqiyat yoki başarı amaçlı emas anaqa nima ne deymiz anaqa ma'lum bir nimaga yetib olish uchun emas maqsad. Biz shu davom qilib Xalqimizga to'g'ri bir narsani yetkazib olishizlar. hem o'zimizmi o'rganishda ham shu jarayonda. Albatta, albatta. Ha. Hozirchilik bu bizniki qarindoshlarimizni ichida fikr qatnashgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Ba'zan yomon ig'ir tanqidlar ham bo'ldi. Tanqid emas, haqoratlar ham bo'ldi. Ham haqoratlarning bir qismlaridan biz foydalangan bo'ldik. Chunki u haqorat qilingan vaqtda uni bir qism ochiq yerlar bo'lsa-mu, ammo ba'zi yerda to'xtab turib, o'zini qanday nima qilishimiz kerak deb o'tirib, uni bir ba'zi bir tajribalarga ega bo'lgan bo'ldik hamda. Shu haqorat qilgan qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin deymiz, ham boshqa bir gap qilishga hojat yo'q. Shuningga hamda yuzga bormasimi yo yuzga berib qolam bilmayman. Programma yana bir 2 oygacha tugaydi deb o'ylayman. Undan keyin mana bu o'tgandagi Ahmadjon Osmon bilan qilgan suhbatda falon oyatni bir tarjima qilib bergan bo'lsa deydi. Meni ba'zanlar tarjima qilolmaydi deb o'ylab qolgan şey. Tarjima qila olayman men uni. G'oyat go'zal tarjima qilaqliq men. Ammo Qur'onni shunday tarjima qilib, uni tushunib, misol Qur'onda nurg'oya deb oyatlar va uni shu bo'yicha labza holatda tarjima qilib qo'yiqliq. Ammo uni bu yerda ma oyatniki nemasi? Ma oyatniki oyatlar, ya'ni boshqa yerdagi bir oyatni aytib turib, bu oyatniki asosan buningdagi o'zi maqsad mandaq, buni tushunchasi mandaq deb bundaq tushundirsak, xalqimizga nihoyatda yaxshi bir tushuncha paydo bo'ladi, ham kallasidan o'tadigan amaliyotga uyg'un bir tushuncha paydo bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun Qur'onni shu beboshdan tutsak, u pek uzoq vaqt ketmaydi mencha. Endi anaqa Qur'on nima hikmatni o'rgatdi, Qur'on hikmatni berdi degan oyatlar bormi? Asli shu Qur'onning o'zida hamda oyatlar bilan tafsir qilish, oyatlarga bog'lab tushunish, shundami? Hikmat metodi deb Sulaymoniy vaqtininki. Ashna deb ataydimiz. Ammo Muhammad Okyan ustoz o'sha oyatlarni tafsir qilib bir ders so'zlasa, bir yarim soat ya 2 soat qilib boradi. Aran shu bir oyatga aloqador boshqa oyatlarni nima qilib yurib, kelajak narsani so'zlab ketdim. U yo'lga chiqqandan keyin inshaalloh. To'g'ri. Bizim belki maçta qilib qolamiz. Masalan, Musa alayhisolamning voqealigi chiqib qolsa, butun Musa alayhisolamga munosabatlik, Bani Isroil munosabatlik oyatlarni hammasini yig'ib kelib, bir qatim dars qilsak, undaqlar texnik go'zal bo'ldi unda darslar. To'g'ri. Bir masalaga yoki bir oyatga xatamallohu ala qulubihim degan o'sha bir oyatni tushuntirmoqchi bo'lsak, kofirlar haqida, shuni munosabatlik butun oyatlarni yig'ib kelib bir qatim xulosasak, o bir ajoyib yaxshi bir xulosa chiqdi. Ham Qur'onniki maqsadi insonlarga yetgan bo'ladi. Yana tarafdan u qoyilqilarlik amaliyotga uyg'un bir ma'no chiqdi yani-chi. Yeni bilse şu usul günalaydı da hakçı. Usul günalaydı. Usul günalaydı. En mühim narsa şu ki. Yani ki usulsüzlük diye bir gap var genelde. Şu usul bolsa, onda inşallah yaxşı neticeler gelişimizde. İnşallah. Meydanda olsa Ahmetcan kardeşimizin ki başka sual yokken ama lakin bizim şu programla kırınımızdan şu ekranda üçümüz birlikte bağlan şu başka musafirlerimiz qaradan ait yaxşı yakünlerini kılıp hem de Uygur tarixida Uygur xalqının hazır nimesinden de bir devir bölgüç
Bir nime boldy dep başta täriplapdy. Allah razı olsun. O kardeşimiz Hmm. rahmet eytimiz. Oma asanlyky nime kılmady. Köp japalarına tatdy, köp başgalarına onu mesela uçurdu üçin. Hmm. Zerbisiga uçurdu. Şunda olsunma dawamlaşdyryp maňdy. O kardeşimiz rahmet eytimiz. Siligi şu. İnşallah dawamlaşdyrymyz. Biz Allah olsa kiler saatlik Kur'an'da Nezer programımızdan 93. sanda başka bir yeni team bilen görüşümüz kadirli qarindaşlar. Bugünçe mişede tamam boludu 92. bölüm. Allah razı olsun Mahmud'um. Oldu Allah'a emanet. Maqlamsa Allah'a emanet.